ma'qul ko'radigan bo'rilar bir kun davomida tasavvur qiling 80 kilometr masofa yo'l yurishi mumkin. Shuningdek, bu mag'rur va hech kimga bosh egmaydigan jonivorlar bir haftacha ochlikka bardosh bera oladi. Bo'rilar buni yaxshi bilasiz, to'da bo'lib hayot kechiradi va ularning to'dasi 14 ta bo'ridan to 40 ta bo'rigacha bo'lishi mumkin. Yangi tug'ilgan bo'rining bolasining ko'zlarining rangi odatda moviy rangda bo'ladi va ular vaqt o'tishi bilan o'zgarib boshqa rangga kiradi. Faqat aksariyat hollardagina bo'rilarning ko'zining rangi u tug'ilgandagidek moviy rangda qoladi. Och bo'ri bir kunda 10 kilogrammgacha go'sht iste'mol qilishi mumkin. Endi bo'rilarning o'lmas xarakteri haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bo'rilar, shuni eslab qoling, jonsarak, nimjon, yarador va kasalga chalingan o'ljadan ko'ra o'zi uchun ovlash o'ta qiyin bo'lgan kuchli o'ljaga tashlanishni afzal biladi. Ularning xarakteridagi aynan mana shu narsa uchun ham olimlar bo'rilarni boshqa yirtqich jonivorlar singari ayyor, o'zi uchun yengillik